Qaysi payg'ambarni otasi ham payg'ambar bo'lgan, o'g'li ham payg'ambar bo'lgan? Hop. Mashinaga eski ham tushmayapti, tavba qildik. Qaysi payg'ambardi? Otasida payg'ambar bo'lgan, o'g'lida payg'ambar bo'lgan. Nima? Otasimi? Otasi ham payg'ambar bo'lgan, o'g'li ham payg'ambar bo'lgan. Otasi nima? Ana esdan chiqib qoladida. İdris payg'ambar. Yo'q, Idris u sahobalardan. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, hurmatli kanalimiz a'zolari, yengil diniy savol-javoblarimiz bilan Arvon rayoniga tashrif buyurdik. Azizlar, yangicha talqinda olib boramiz. Endi menga podpiska bosganlarga bo'lsa, inshaalloh 500 so'm pul mukofoti bor. Diniy savol-javoblarimizga esa kitob mukofoti mavjud. İslam'ı yapalım. Hayat ailesi. Javob. Men bitta javob Iso payg'ambarda nimalar shunaqa bo'lgan bo'lsa kerak, ulug'lari. İbrahim. Kim? İbrahim Aleyhisselam. Ibrohim alayhisalom. Qanday topdingiz? O'qiganmisiz? Ha. Mashalloh. Payg'ambarimizning ikkinchi savoli shundan iborat. Payg'ambarimizning kuyovining ismini bilasizmi? Ha. Kim? Muhammed Ali. 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 Ali ibn Abu Talib, ha? Ha. Mashalloh. Ilmingiz ziyoda bo'lsin. Menga podpiska bosganmisiz? Yo'q. Bosmaganmisiz? 5 so'm pul olardingiz. Xo'p, homiylarimiz tomonidan sovg'amiz bor, qabul qilasiz. Kitob sizga. O'qib ilmingizni ziyoda qiling, ha? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yo'q. Toshni esimda yo'q. İbrahim aleyhisselam nasıl geliyor? Ibrohim alayhissalom. Mashalloh. Ikkinchi savolimiz, payg'ambarimizning kuyovlarining ismi nima? Kuyovini. Ömer radıyallahu anh. Umar, kuyovi. Kim? Osman radıyallahu anh. Xo'p, yana bittasi. Ömer. A bilan boshlanadi. Muhammed Ali radıyallahu Ali Ali ibn Abu Talib. İyi var bir an, to'g'ri aytmak istedim. Mashalloh, ilmingiz ziyoda bo'lsin. Bizga podpiska bo'lganmisiz? Diniy savol-javoblarga. Yo'q. Unga ham sovg'a berardim. Yo'q. Bizning homiylarimiz tomonidan sovg'amiz bor. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Aka, qabul qilasiz kitobimizni. Sağ olun. O'qib yana ziyoda qilasiz degan umiddamiz.